Yo'q, hammaga salom do'stlar. Bugun Islom bilan mashg'ulot o'ynaymiz. Mashg'ulotdan men hali eshitmadim lekin. Lekin aytib qo'yay, men davom yo'q. Avariya qilaman. Faqat shu men hayday dedim. Bo'p, sen hayda. Nima qilyapsan? Yo'q, ketdim. What the fuck? Ketdim. Yo'q. Mashinadan gidib. İçeriye qaytib oldim. O to'g'ri mashinada. To'g'ri. Islom, xo'sh, men hayday bitta joyga ketdim. Bo'p, sen o'zingga aytdim. Kim signalizasyon yaptı? Hani uçar bu? Kardeş. Nasıl yemek aldık diye o sen de gider misin dedi. Hadi sen. Oy. O'zim boraman. Öyle yapsam mı? Endi yetdik mi? Pasaytirsam ovozingni. Bo'ldi, senlik bo'la. Suvga tushib ketdi. Yüze yaptırmış kılıp. Yuradi faqat tushib ketdi suvga. Endi nima qilamiz? Endi mashinani o'zim haydayman, sen isib turasan. Yaxshi. Uncha uzoqqa ketmadingmi? Yo'q, hali işte. Ha, yurgiza olmading. Bilmayapman. Agar yurmasa sen qoziqdan o'tkazasan. Qoziq yo'q debdi. What? Ko'rsatolmayman, kel orqaga. Ketyapman. Onu men xon deb o'ylabman. Onun toshmagan xon deb o'ylabman. Ketdik. Qani qoziq? Qoziqni nima qilasan? Undan ko'ra mashinada yurgizak. Скорость nechida? Ket. Yon deb ketding. Bu boshqami? Sen g'alati qo'yibsan dedi. Bugun necha soat o'ynaymiz yoki Bu gaplar ssenariyda yo'q edi. bu videoga ssenariy yozilganmi? Yodlaganman. Ssenariy yozilgan. Yo'q, biz nima qildik? Onangni. Nima qilding? Mashinani tiqdim. Boshqa karta Helikopterlar ketyapti. Evet, bittin chiqdi. Boshqa karta o'ynaymiz. Ha, voy. Bu qo'l o'yindan chiqib ketdi mana shu. Do'stlar, biz men qaytdim chunki Islom qanday desam ko'ra olmadi. Afsus, hisobga olmagan. Lekin Islom bilan zo'r videolar ketayotgan edi. Lekin hozir Islom o'zining videosini tayyorlayapti. Islom kanaliga ham obuna bo'linglar. Hozir do'stlar, biz pauzadan qaytdik. Uzun kech qo'yma qoldi. Hozir pauza qilayotgan bo'lsam, uzun juda ham ko'p qilyapman. Ular yig'ishdimi? Hech kim. Boshlaring o'rdan buni yig'ishdi. Yig'ishtiradigan odam bormi? Yo'q, men cho'raman-da bularga. Cho'raman. Men ayna qo'l do'stlar. So'kinayotgan bo'lsam uzun. Lekin rostdan-da. Sal Roblox qo'tyapti. Bu to'g'rilandi.
Menimcha. Do'stlar, hozir yo'llarni diyor bular ayting. Sandiq ochamiz. Hech kimga aytmaymiz lekin sandiq ochamiz. Sandiqlarni men bilib olganman do'stlar. Hammasini bitta ochamiz. Ha? Kim ochmayapti? Yo'qdi. Jibli. Kim ochdigani bu? O sandiq. Sandiq bo'lsa doim zombi bo'ladi. Lekin bunisi zombi yo'q. Zo'r. Do'stlar, men qishloqdaman. Orqadan hozir eshitlar. Ham islom videosini olyapti. Ovoz eshitilsa vohma qilmaydi. Tetka ovoz eshitildi. Birovlar bilan o'ynayapsizmi demanglar. Men o'zim o'ynayapman. Faqat qishloqda. Asli Toshkentdan qishloqqa dam olishga kelganman yozda. Yozga damga. Kim maktabda o'qisa, yozib qoldirsin. Men masalan o'qiyman. Yosh bola demanglar. Malang aytyapman. Ozgina jon yo'qib bular o'ldirib tashlayman. Ko'rdilarmi do'stlar? Aytyapman. Sizlarga shunaqa to'g'ri plus aytib dilayman. Meni o'ylandasizlar. Jiddiylashyapmiz. Endi kulishga vaqt yo'q. Deyishdi, o'ziga vaqt yo'q. Tezroq. Narlar ko'rishga 30 sekund qoldi. Ana uyda sandiq bo'ladi. Men bitta veteran bo'lib ketaman sandiqlar topib. Keling. Urolmayapti. Orqadan qilish yaxshi emas lekin. Men hozir bularga yig'ib kelyapman. Temir zombilar yig'ib kelyapman. Bular men uchun hech qanday o'tkazib beryapti. Zo'r. Voy. Qurol, yangi qurol. Do'stlar pauza. Do'stlar pauzadan chiqdi. Mana o'g'lim havo chiqdi. 3-kun keldi. What tashishga zo'r qurollar bor. Endi menda o'lib ketlaring mana zombilar. Hammasi mana zombilarni. Xuddi kim qishloqda yashasa, like bosib qo'ysin. Toshkentda yashasa, obuna. Albatta Toshkentda yashaydiganlarga like ham ziyon qilmaydi. Mayli bosib qo'yaversin. Shunchasi yig'yapman. Menga bozganda nima deb berisharmikan? Hayol va nima deb berishsa? Hech narsasi. Shunday qolib yana shakka deysan. Ularni o'zi ham 7 kun ovqatlantirdim. Bilya. Qo'rqitib yubording. Qani men qurolim? Do'stlar. Men klipman. Shu holda ham sizlarga video chiqarib. Biz Nimaga deyapsiz? What the fuck? Yonca? Şimdi ikitadan veradi. Qanigo, albatta. Kim Skibidiylar muxlisi? Men maslahat. Men Skibidiylar muxlisman. Agar kim Skibidiylar muxlis bo'lsa,
sizlarga bitta zo'r kanal, Record Player kanali. U yerda siz bir-biridan zo'r bo'lgan eski videolarni ko'rib, mazza qilib xolos ko'rishingiz mumkin-da. Do'stlar, agar kimdir kelib qolsa, aytaman sizlarga. Vahmaq bormi? Kelib qolding, pauza qilibman, deyman. Do'stlar, men shuncha harakat qilyapman-da, nimaga bitta ham foyda bo'lmayapti ekan? Hayron qolyapman. Qo'yapti, lekin sotmayapti. Voy, balya, senlar. Alo? Nimalar bor? Hamma sabzilarni men yig'ishtirish kerak. Boshqa odam yo'q yig'ishtirish kerak. La'natlar. Sizlar nima qilib yuribsizlar? Bu video olsang ham hech kim o'qimaydi. Yordam bermaydi. Ya bilya, qo'rqding. Agar o'zlarini YouTube'ga chiqqanini ko'rsa, voh bo'lsa kerak. Kim Robux olmoqchi bo'lsa, men emas. Meni tashlab bermaslar. Max Robux shopdan olinglar. Arzon va sifatli Robuxlar. Do'stlar, 5 sekundga pauza. Do'stlar, pauzadan chiqdim. Doimo ertalab pauza qilib, kechqurun pauza qilib, ertalab pauzadan chiqyapman. Chunki vaqt sizlar uchun vaqtlaringni ketkazmay deyapman. Hozir masalan kim qiladi? Hozir ularga nima qilishni ko'rsataman hozir. Tushunmaslar. Boshlayman uni. Oppa deb qo'ysanglar, kirguncha o'ladi ular. Kirguncha. Stop time. Do'stlar, shu joyda video to'xtaydi. Kanalga obuna bo'linglar va like bosinglar. Sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Xayr.